Endi 14 yoshdan nikohga ruxsat berilishi mumkin, ammo bu O'zbekistonda emas, Ukrainada. Gap shundaki, Ukrainada ayrim holatlarda 14 yoshdan nikohga ruxsat berish taklif qilinmoqda. Mamlakatda nikoh yoshi avvalgidek 18 yosh bo'lib qoladi, biroq maxsus istisnolar joriy etilishi mumkin. Bu haqida Ukraina Oliy Radasida ro'yxatdan o'tgan yangi qonun loyihasida qayd etilgan. Hujjatga ko'ra, homiladorlik yoki bola tug'ilish kabi holatlarda 14 yoshdan nikohni rasmiylash ruxsat berish nazarda tutilmoqda. Ya'ni bu norma umumiy qoida emas, faqat alohida vaziyatlar uchun istisno sifatida ko'rib chiqilmoqda. Mazkur tashabbus jamiyatda katta muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Qonun loyihasi parlament muhokamasidan o'tishi va tegishli qaror qabul qilinishi kutilmoqda. Hozircha hujjat kuchga kirmagan va faqat muhokama bosqichida turibdi. Ushbu videodan ko'proq odamlar xabardor bo'lishi uchun videoga like bosib, barcha tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sir xabarlar hali oldinda.